Obzorda bugun tezlikni yoqtiradiganlar uchun 2950 dollarga Nexia 2 mashinasi. Mashinamizning yili 2013-yil. Metan gaz ballonlari bor, yurgani esa 1,5 krug yurgan. Ballonlari sizga hali ancha xizmat qiladi. Mashinamizning kuzov qismida passajir tomonda 40% gacha kraskasi bor dedilar. Vakuum qiladigan orqa bamper hamda oldinda ozgina joychalari bor, lekin mashina narxga arziydigan mashina. Sportivniy filtr qo'yilgan. Mashinamizning salon qismi ham ishlab yaxshi holatda. Mashinamizning obshivkalari yaxshi holatda turibdi. Elektronniy stiklopodъемniklar qilib qo'yishgan, Gentra rul. Mashinada glishitl trassa polni tortilgan. Tablo o'zgartirilgan, Pioneer magnitofon hamda Kenwood kolonkalar bilan jihozlangan. Motorxonani ham holatini ko'rishlaringiz mumkin. Sportivniy filtr qo'yilgan. Narxini aytib o'tganimizdek 2950 dollar. Pastga egalarining nomerlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin.